Darvozangizga sifatli va hamyonbop avtomatika qidiryapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Avtomatikamiz Portage kompaniyasining PV330 avtomatikasi bo'ladi. Avtomatikamiz 24 voltda ishlaydi va juda sifatli mahsulotlardan foydalangan. Usti qismi nержавейка bo'ladi. Motor chastlari, shestyoronkalari bronzadan, po'latdan ishlangan bo'ladi. Juda mustahkam va sifatli mahsulot hisoblanadi. Yillar mobaynida sinovdan o'tgan avtomatika, udalyonniy dostupi bor, telefon orqali dunyoning istalgan mamlakatlaridan darvozangizni boshqarish imkoniyati bor. Telefon orqali nastroykalarini boshqarishingiz ham mumkin. Bu orqali siz avtomatikani, darvozani skoroslarini ko'paytirishingiz, pasaytirishingiz, prepyastiya funksiyalarini yoqish, o'chirishingiz, stvorkalarini bir-biriga bo'lgan razmerini kattaroq ochish, kichikroq ochish, zamedlение funksiyalarini yumshatish, qattiqroq darvozani yopish imkoniyatlari bor. Zamoklarni o'chirish, yoqish, fotoelement sensorlarini yoqish, o'chirish, lampalari yoqmayotgan bo'lsa, chirog'i lampasini ham o'chirib qo'yishingiz mumkin telefon orqali. Zvuklarni yoqish, o'chirish imkoniyati bor. Akkumulyator zaryadlarini tekshirib turish imkoniyatlari bor. Avtomatikamiz hozirgi kunga juda ham qulay bo'lgan avtomatika hisoblanadi. Telefon orqali boshqarish imkoniyati aynan shu yillarga ma'qul keladigan avtomatika hisoblanadi. Jarayonini telefon orqali qaysi holatdaligini kuzatib tura olasiz. Darvozangiz qaysi holatda ochiq qolib ketdi, qaysi holatda yopiq qolib ketdi. Shularni bila olasiz. Уведомлениялар keladi. Ochildi, yopildi, ochilmasdan qoldi, pishixodniy rejimlarini ko'rsatib turadi. Agar bunday qo'shimcha zamoklarni o'rnatib bersangiz, zamoklarni foydalanishingiz xavfsizlik uchun nomer 1 bo'ladi. IP67 bo'ladi. Bu zamok ustidan karcher ursangiz ham hech narsa qilmaydi.